Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Uy-joy oldi-sotdi masalasi. Do'stlikdamiz 3-brigadada adashmasam, Balandko'pirdan tushgan ekan, shu joyimiz sotiladi yana. 260 million naqd kelishamiz ustida deb turibdi. Shtar bo'lsa, chiroyli baho beraman deb turibdi egasi. Yana bu yerdan men fundamentlarni qo'yib o'zim yashayman deb podushkular fundamentlarni ishladim dedi. Mana yarısı qurilgan. U jami yer maydonimiz 13 sotik ekan. Uni ko'rsatayım birinchi. Eldindan yeri boyna. Xolasanlar eldindan ekasida imbillarimni pullanib, bu narsalar fundamentlar quyilib. Do'stlik. Endi iloji bo'lsa shu yerda yashaydi, Alloh bo'lsa bellarni o'zi manzilni yaxshi biladi. Ustlari bosirilib, chotki samosuvoqlar ishlanib, toklari ishlanib, elektrik ishlari akvaramlar qurilib tayyordir degan shunday holatda. Telefon nomerlarini ko'p qolmam, pram egasini telefon turib bog'lanib, savol-javobga bo'lsa kelishaverasizlar. 260 million deb turibdi, naqd bo'lsa kelishib, arzon beraman kelishib dedi. Qaytaman dedi, ustida so'zlashamiz dedi. Kanallar endi qaysi Spaniyan bosashgan, qaysi Detski. Endi ularni bilmayman, kelib ko'rib, oladi odam o'zi pullashtiradi. Ağaçları zo'r, ustlarini yaxshi bostirganlar. Arka tarafına çıkan eshiklar qurilib turibdi. Mendan fundamentlarni qurdirgan pullar, meni dushlarni pullaverdim dedi. Endi shunday sabab bo'lib sotib qaror etibdilar. Arka taraflari zo'r mestada. Akarsuv gap turibdi dedi. Gaz pazini bilmayman, lekin shuni so'ramoqman. So'raysiz, telefon turib. Sonada suv bor. Shunday fundamentlarni quydirgan ekanlar. Shunda to'xtagan ekan. 13 sotik katta, dim katta. Egasini telefon nomerlari bor, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Savol-javoblar bo'lsa, kelishib, egasi bilan so'zlashib, olajak bo'lsangiz, bemalol telefon qilaverasizlar. Sog' bo'ling va salomat bo'ling.